do'stlar. Do'stlar hamma salom. Bugungi xalqor videomizning 4-chi qismi bo'ladi. Bo'ldi, videoni boshlaydik. Unda tun tushyapti. Tunda uxlaymiz. Ungacha bitta ko'mir kovlab olamiz. Tun tushyapti, tunda uxlaymiz. Birinchi qism chiqmaydi dedim, lekin sizlar uchun birinchi qismni, ya'ni 3-chi qismni chiqardim. Men sizlar uchun 3-chi qismni qayerdan bo'lsa ham topib YouTube'ga qo'ydim. Atrofda aylanib ko'rdim, bu yerda yaxshi narsalar yo'q. Bu taraflarga borish kerak. O'yin juda ham qo'tyapti. O'zi shu tarafdan keldim, umuman esimda yo'q. O'zi bugun ertaroq qism olishim kerak edi. Bu video kechga qolib ketadi degan bo'libdi. Iltimos obuna bo'linglar. Mana shu uchun ancha xarajat qilyapman. Ishonmasangiz ko'ring. Megabayt, ya'ni telefonga pul solaman va bu bitta videom joylashim 1 gigabaytdan ortiq olyapti. Endi tasavvur qiling. Menda 150 gigabayt tushsa, demak men bir oyda 150 tadan ortiq video qo'ymayman. 30 ta video qo'ysam ham 30 gigabayt. Shortslarga ham 200 megabaytdan ketadi. Jami bu bir oyda qancha ketsa, 50 giga ketsa deylik, qolganini o'zim ishlatyapman. Yana ular qimmatlashib ketgan, juda ham qimmat. Shunga obuna bo'lib qo'yinglar. 99% odam obuna siz ko'ryapti. Buni bilyapsizmi? To'g'risini aytay, men kelgan yerimdan yana qaytib yuribman. O'tgan qismni ko'rganlar bu yerda biladi. Menada xullas o'xshamadi. O'tgan qismda xuddi mana shu yerda men o'tgan edim. Mayli, bugun kechga uxlamaymiz. Bir ochiqroq maydon topib mahluqlar bilan kuch sinashib ko'ramiz. Lekin undan oldin bu orol emas. Qayiqtirib. Jon ketdi. Nima geldi? Jon ketmasligi kerak edi axir. Nimaga bilmadim, jon ketdi. O'sha tarafda daraxt ko'rinyaptimi? Demak, o'sha tarafga qarab olg'a bosamiz. Do'stlar, men bu yoqqa kirib oldim. Shu atrofda yugurib yuramiz. Va mening kallam ishlamabdi. Kim bilsa, meni birinchi qismlarimdan beri ko'rsa, men biror marta konga kirganim yo'q. Endi bu aslahalar ham hech narsa emas. Demak, endi olmos aslahalarni ham vaqti kelibdi. Lekin obsidian qishloq topsam juda yaxshi bo'lardi. Yangi versiyalarda kim bilmadi, qishloqlar ham obsidian sota boshlagan. O'sha obsidiandan sotib olar edim. Va o'zingiz bilganingizdek, Nezerga survorsam ham bo'lar edi. O'yin shunday qotyapti-da, otvorgim kelyapti. Bu video qisqaroq bo'lishi kerak.
aslida lekin ko'p qilish kerak. Aytganimdek, bu hardcore videoyimiz bittada qilolmayman chunki 16 soatdan ko'p vaqtim ketadi uchun. Mana ochiq yerlar ham bor ekan-ku, agar men shu atrofda aylanib ko'rsak, qishloq chiqib qolishi kerak. Qishloq qayoqlarda bor? Ikkita yo'lim bor. Yo bu yoqqa ketishim kerak, yo bu yoqqa. Bu yoqqa ketib ko'ramiz. Va video ozroq pauza bo'ladi. Va bu tarafda hech qanday qishloq yo'q ekan. Shuning uchun bu shu tarafga qarab qaytamiz. La'nati. O'xshamadi, xullas video pauza. Bu diyormicha tekis mevchilarda xarablik bor. Xullas jonga tegdi. Mana shu yerda bitta uy qurib olaman, video ungacha pauza bo'ladi. Do'stlar, men uyni qurishim uchun albatta temir kerak. U esa mana bu yerda pishyapti. Editarni to'g'rilab turamiz. Ungacha videogacha pauza. Do'stlar, bir savol bor. Men bu birinchi minutda kirganda bitta kitob ushlab turgan edim. Shuni eslatib yuboringlar, iltimos. Tong ham atdi. Menimcha u modni men qo'shmagan ekanman. Kallamda o'sha mod bilan hozir uy quraman deb o'ylagan edim. Lekin yo'q bo'lmadi. Xullas fonar yasaymiz. Konga kiramiz. Olmos uchun. Videoni xohlasangiz o'tkazib yuboring. Minecraft birinchi qoidasini bekor buzyapman menimcha. Olmoslar 0-balandlikda ko'proq chiqishi mumkin. O'sha 0-balandlikka tushamiz. Lekin shu Minecraft qoidasini bekor buzyapman-da. Pastga qarab, ya'ni hardcore'da birinchi marta temir topdim ko'la. Toshni 0-balandlikka tushib, xohlagan tarafimga qazib ketaman. Va shunda olmoslar chiqish ehtimoli ko'p bo'ladi. Do'stlar, shuncha ko'ladim, lekin birorta olmos chiqmadi. Kirkam xavfsiray deb qoldi. Bunaqa yerda olmoslar umuman yo'q. Lekin shu atrofda ham olmoslar chiqish ehtimoli bor. Olmoslar 0-balandlik va bedrockdan bir qavat tepada ko'proq chiqadi. Deyarli kirkam ham sinib qoldi. Va birorta olmos chiqadi. Yo'q, qachondir olmos chiqib qolar. Birorta olmos chiqmadi. Shuncha bo'ladi, birorta olmos yo'q. Ishonmagisi, ana qaranglar. Orqamda yerda boshqa ekan. Laspit boshqa kirka yasaymiz. Va fakka ham yasab olish kerak. Do'stlar, bu yerda g'or topib olib kirsam ekan, kirmasam ekan.
tiket juda xavfli-da. Yo, beepcha kirib kelib yaxshi. Vo! Do'stlar, juda ham noyob narsa topib oldim. Ko'mir. Bunday yerda chiqishi deyarli imkonsiz. Men ham noyob narsa topib boshladim. Do'stlar, -5 ga ham tushib qolyapman, lekin olmos chiqish niyati yo'q. Bitta ham olmos yo'q. Xullas, bitta yo'l qoldi. U ham bir 3-chi balandlikka ko'tarilish. Va mana shu yerdan kovlaymiz do'stlar. Va mana shu balandlikda olmos chiqish kerak. Aslida 0-chi balandlikda ko'proq olmos chiqish kerak. Negadir umuman 0-chi balandlikda shuncha kovladim. Hattoki temir kirkasimda, lekin olmos chiqmadi. Bilmadim. Demak, to'g'riga yuraveramiz. Lekin hech narsa chiqmaydi. Men shu mashalamni yorug'ligi ko'rinmay qolguncha yuraman. Olmos chiqsa chiqdi, chiqmasa yo'q. Va bu yerda hech narsa yo'q. Bo'ldi, demak biz kovlamaymiz. Heba. Do'stlar, o'lim yoqasida qolib ketdim. Oldimga graviy tushib qolsa bo'ladimi? Mana ustimda bosib qoldi graviy. Zo'rg'a qutulib qoldi ve tepaga qarab kovlash o'ta xavfli deyman. Menimcha tepaga qarab kovlash juda ham xavfli. Demak, tepa tarafimizda suvli g'or borga o'xshaydi do'stlar. Do'stlar, men 33-chi balandlikka zo'rg'a yetib keldim. Sizlarga hech narsa ko'rinmayapti. Shuncha video chiqibcha pauz. Do'stlar, menimcha hozir tun, shuning uchun kallani ishlatib uxlab yuboramiz. To'g'ri o'ylabman, demak 100% tun ekan. Biringa tun zombilar yonyapti. Biz bu yerda la'nati uyuq qotyapti. Men siz skeletlarga hozir ko'rsataman-da. Ay la'nati. Do'stlar, xuddi shu yerdan chiqibman. Demak, yagona. Yo, mayo. 2,5 jonim qoldi. Ko'z oldimdan o'tib ketdi shuncha harakat. Yo, 2,5 jonim qoldi zo'rg'a. Bu yerda bile suv borligiga suvdan chiqib ketdi deb o'ylabman-da. Lekin u otilib ketdi. Nima farqi bor? Xullas do'stlar, bugungi 4-chi qismimiz shu yerda oxiriga yetadi. Menga omad, menga anaqa qilganlarga yordam bergan rahmat, qo'yganlarga ham rahmat. Va bu video tugadi. Xat ko'rdi. Bu qismi keyin chiqmasligi mumkin, chunki aktiv pas.
Xullas, hammaga xayr.